uy qurishni boshlagan qadrdonlar. Bu videoni albatta ko'rishingiz kerak, chunki darvozaga joy qanaqa tashalishini o'rganib olasizlar. Klientlarimiz juda ko'pchiliklar telefon qilib mendan so'rashadi, darvozaga necha razmer tashagan yaxshi deyishadi. Xo'p, darvoza bilan kalitgani adden qilmoqchi bo'lganlarga tavsiyamiz darvozani 320, kalitkani esa 120 razmer tashlash kerak. Eniga bu razmerlar, balandligi esa ikkalasini bir xilda qilib turib 3,5 metrli razmer tashalsa, xohlagan fasoningiz bu razmerlarga juda chiroyli chiqadi. Bu yerda e'tibor beradigan narsangiz darvozaning ikkala yonida va darvoza bilan kalitkani o'rtasida 40 sm dan devor bo'lishi kerak. Tepasida ham 40 sm joy bo'lsa, juda ham chiroyli chiqadi. Oldi tomondan tiagalarni qo'yganingizda darvozaning vidiniyani ham ochadi. Agar tiaga qo'ymasdan darvozaning o'zidan abdanichga ishlatmoqchi bo'lsangiz ham darvozangiz yana ham kattaroq, savlatliroq bo'lib chiroyli ko'rinadi. Shu narsalarga e'tibor bersangiz darvozangiz o'ta go'zal chiqadi. Yaqinda bitta mijozimiz uyiga borib darvozasini o'lchadim. U mashina olib kirgan alohida garaj qilgan, 6 metrga 6 metrlik garaj qilganda darvozasini 3 metrga 3 metr qoldirib qo'ygan. Nimaga 6 metrli darvoza tashamadingiz? Ikkita mashinangizni olib kirib chiqqanda bir-biriga xalaqit bermasdi desam, shu narsa xayolga kelmabdi dedilar. Bizni kuzatib borsangiz shunaqa xatolarga yo'l qo'ymaysizlar.